Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündəlik Xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibində olub atqan ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız. Qənəmizə diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay dairələri hərbi toqunuş ehtimallıqıdan agahlandırıldı. Reuters agentliyi yaqında Xitayning muhim bir ichki materialiga erishgan bo'lib, materialda Xitoy doiralari kelgusidagi ig'ir vaziyatdan ogohlantirilgan. Mazkur maxfiy dokumentni Xitoy bexatarlik organining qarmog'idagi diplomatiya tadqiqot markazi oldingi oyda Xitoyning eng yuqori darajalik amaldorlariga yo'llagan. Dokumentda Xitoy virusining butun dunyoga tarqalishi sababli Xitoy doiralariga bo'lgan dushmanlik pozitsiyasining 1989-yilda yuz bergan Tiananmen voqeasi mazgildagi vaziyat bilan tanglashib qolganligi ko'rsatilgan. Shundaqla Xitoy va Amerika o'rtasidagi yomonlashayotgan jiddiy vaziyatning tuyuqsiz harbiy to'qinishga o'zgarib qolishi mumkinligi ta'kidlanib, Xitoy rahbarlarini buningdan ogohlantirgan. Reuters agentligi mazkur tadqiqot markazi bilan aloqalashgan bo'lsa-mu, ular bu vaqtda to'xtalishni rad qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu ahvoldan xabardor emasligini bildirgan. Xabarda mazkur dokumentning Xitoyning xalqaroda kuchayotgan Xitoyga qarata dushmanlikdan va buningdan kelib chiqqan diplomatik va iqtisodiy masalalardan andisha qilayotganligining ma'lum bo'lganligi o'tirg'i qo'yilgan. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanish ko'rinarli tuvanlamoqda. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 4-may bir gün ichida Xitoy virusi bilan 64 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 35771 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 1614 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Bunun bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 124659 ga yetganligini, bir kun ichida 64 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3961 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana bugun davolanayotgan bemorlar ichida 5015 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1384 bemorning kasalining og'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlar sonining ko'rinarli oshayotganligini, kesali og'ir bemorlarning soni tushishga boshlaganligini, har xil oldini olish tadbirlarini qo'llanishda ching turgandan beri yaxshi natija chiqayotganligini, xalqning oldini olish tadbirlariga amal qilishi kerakligini ta'kidladi. Qashqarning eng yangi ko'rinishlari Xitoyning bostirishlarini qayta dalilladi. Xitoy sayohatchilar e'lon qilgan eng yangi sirlar Qashqarda Xitoyning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan bostirishlarini qayta namoyon qildi. Bu sirliq ko'rinishlar Xitoy tajovuzchilarining virusni yengganligini e'lon qilgandan keyingi tunji ko'rinishlar bo'lib, Sinda Qashqar shahrining aslidagi qaynoq ko'chalari ko'rsatilgan. Aslida obod ko'chalarda odam qattiq ozlab ketgan. Sindiyana Xitoy tajovuzchilarining 2 yil ilgari qo'zg'agan masjid chiqish harakatidan eshib qolgan masjidlarning qavoqxonaga o'zgartirilganligi oshkorlangan. Sindiyana Sharq Turkiston xalqi zo'r ko'lamda turma va lagerlarga tutqun qilinib, bekor qolgan do'konlarga Uyg'ur kiyimi kiygan Xitoylarning o'rinlashtirilganligini, hatto sayohat o'rinlarida Xitoylarning Uyg'urcha kiyinib mulozimachilik qilayotganligini, ko'chalardami Uyg'urcha yasnab olgan Xitoylarning borligi ko'zga chiliqqan. Mazkur sin Xitoyning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlarning ro'shan bir paketi bo'lib, rayonning asli egalarini har xil to'kmatlar bilan turma va lagerlarga solab, odamsiz qolgan ko'chalar, cho'ldarab qolgan mahallalarga Xitoylarni o'rinlashtirgan. Mazkur sin Xitoy tajovuzchilarining Qashqarning qaynoq ko'chalarini tarixga aylantirib bo'lganligining ochiq realligini ko'rsatib bergan. Sharq Turkistonning unutmayli faoliyatiga ovoz qo'shayli. 4-may Turkiyadagi eng chong ijtimoiy tashkilotlardan biri bo'lgan IHH insoniy yordam vaqfi ijtimoiy ushur vositalarida Sharq Turkistonni unutmayli nomli hashtag faoliyati boshladi. Faoliyatda tarqatilgan plakat va tashviqotlarda Dunyo sahiyya tashkiloti Xitoy virusi sababli jiddiy holat e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tomonidan lagerga tutqun qilingan necha million insonlar haqida hech qanday bayonot e'lon qilinmaganligiga norozilik bildirish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda madaniyat va insoniy qirg'inchilik siyosati yurgizayotganligini asosliq mazmun qilish orqali xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston vaziyatiga diqqat qilishga chaqirgan. Hashtaglarda xalqaro jamiyat Sharq Turkistondagi lagerlarni tekshirish uchun hay'at avatish, lagerlarga sahiya xodimlarini kirgizish,
Xitoyni lagerlarni taqashga majburlash, ijtimoiy tashkilotlarning Sharq Turkistonga kelishiga ruxsat qilish, Sharq Turkistondagi insoniy dafsandichiliklarni to'xtatmoqcha Xitoy mollarini boyqut qilish, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni chet elga chiqishga ruxsat qilish, chet eldagi Uyg'urlarga Sharq Turkistonga kirib tuqqan yo'qlashga yo'l qo'yish, chet elda tuqqanlari bor sababli doim nazorat ostiga elingan Uyg'urlarni erkinlikka erishtirish, chet eldagi Uyg'urlar bilan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ijtimoiy uchur aloqa cheklamasini amaldan qoldirish, Uyg'urlar bilan Xitoylarni majburiy tuqqanlashtirish siyosatini amaldan qoldirish qatorliqlarda xalqaro jamiyatning Xitoyga besim ishiltishi talab qilingan. Shu munosabat bilan muhojiratda yashayotgan barliq Sharq Turkiston xalqini mazkur faoliyatga aktiv ovoz qo'shishga chaqiramiz. Erdo'g'an cheklamalarni bo'shatish to'g'risida ma'lumot berdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye shundaqla dunyoga ig'ir ta'sir ko'rsatgan Xitoy virusiga qarshi kurashda muhim burilish nuqtasiga yetib kelinganligini bildirdi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdoğan salomatligi yaxshilangan kishilarning soni hassilab oshmoqda. Yangi bemorlarning soni 1000 raqami bilan ifodalanadigan holga keldi dedi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdoğan tunugun oqshomgi kabinet yig'inidan keyin muhim bayonotlarni e'lon qildi. U 1,5 oyni orqada qoldirgan vaboga qarshi turish tadbirlaridan keyin normal hayotga qaytishning qadam-qadam amalga oshadiganligini bildirib, normal hayotga qaytamiz. Ammo bu yangi normal hayot bo'ladi. Cheklamalar azaysimi, ammo davomlashadi dedi. U normallashish bosqichining oldimizdagi 3 oyga so'zilganligini, bu doirada 65 yoshdan yuqori fuqarolarga hafta oxirida 20 yoshdan to'vallarga 13-mayda 4 soatdan sirtqa chiqishga ruxsat qilinganligini qayd qildi. U keyingi qadamda savdo o'rinlarining va mulozimat kasblarining kelar haftadan boshlab ochilganligini, harbiylikdan qaytarish xizmatlarining mushu oy oxiridan boshlanganligini eskartdi. U maktablarning imtihon vaqti to'g'risida ma'lumot berib, ahvolga qarata vaqtni o'zgartirishning mumkinligini bildirdi. U so'zda yana qoidalarga bo'ysunmagan ahvolda yanama qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yishimiz mumkin dedi. Trump Amerikada vabodan jindan ayrilganlar 80-90 mingga yetishi mumkin dedi. Dunyoda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlarning soni 248 mingdan, yuqumlanganlar soni 3,554 mingdan va salomatligi yaxshilanganlarning soni 1,150 mingdan oshdi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikada Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar sonining 80-90 mingga yetadiganligini aytdi. U vaksina tadqiqot xizmatlari ustida to'xtalib, tadqiqotlarning to'xtamay elib berilayotganligini 2020 yilning oxirigacha tayyor bo'lganligini eskartdi. Amerika Ichki xavfsizlik ministrligi Xitoy rejimining Wuhanda o'ttirga chiqqan virusni va yuqumlanish darajasini tibbiy davolash zapisi qilish uchun qasddan yushirganligini ilgari surdi. Italiyada Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni yaqinqi 24 soatda 171 kishi eshib, 28884 ga chiqdi. Bugungacha jami yuqumlanganlar soni bo'lsa 210717 bo'ldi. 3-may salomatligi yaxshilanganlarning soni 1740 kishi eshib 81654 ga chiqdi. Fransiyada yaqinqi 24 soatda virus sababidan jindan ayrilganlar 135 kishi eshib 24895 ga chiqdi. Jiddiy qutqizilayotgan 3819 kishini qo'shganda jami 25815 kishi doktorxonada davolanmoqda. Angliyada yaqinqi 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 315 kishi eshib 28446 ga chiqdi. Kanadada yaqinqi 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 312 kishi eshib 3774 ga chiqdi. Yuqumlanganlar 4664 kishi eshib 59474 ga chiqdi. Braziliyada Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlarning soni 7025 ga, yuqumlanganlar soni 101147 ga chiqdi. Xitoy virusi sababidan 20 kishi jindan ayrilgan, 1487 kishi yuqumlangan va 1276 kishining salomatligi yaxshilangan Yangi Zelandiyada mart oyining o'ttirlaridan buyon tunji qatim yaqinqi 24 soatda yuqumlanish bayqalmadi. Amerika Tamojna va Chegara boshqarish idorasi Xotan Xavling shirkatining choch mahsulotlarini chekladi. Amerika Tamojna va Chegara boshqarish idorasi har qaysi chegara eg'izlariga buyruq tushirib, Xotan Xavling choch buyumlari cheklik shirkati nomli Xitoy korxonasining qisman yoki butunlay choch buyumlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tutib qolishini talab qilgan.
Bozor ko'zniki nomli tor bekitining xabar qilishicha, Amerika Tamojna va chegara boshqarish idorasi Howling shirkatining mahsulot ishlab chiqarishda majburiy emgak ishlatayotganligiga doir uchurlarga asosan uning mahsulotini tutib qilishni qaror qilgan. Howling choch buyumlari cheklanish shirkati Uyg'urlarni majburiy emgakka selish bilan shug'ullangan deb qaralib, Amerika Tamojna idorasi tomonidan mahsulotining Amerika bozoriga kirishi cheklangan ikkinchi Xitoy shirkatidir. Amerika Tamojna va chegara boshqarish idorasi o'tgan yili Xotan Tayda kiyim-kechak shirkatining mahsulotlarini cheklagan edi. Mazkur shirkatning Xotandagi zavodida nurg'un lager tutqunlarini ishlatayotganligi oshkorlanib, ba'zi shirkatlar uningga mal zakaz qilishni to'xtatgan edi. Bozor ko'zniki to'rining bildirishicha, Amerika Tamojna va chegara boshqarish idorasi savdo ishxonasining yordamchi ijroiya komissari Berinda Semet Xotan Howling choch buyumlari shirkatining mahsulotlarini tutib qilish haqida to'xtalib, savdo sohasi o'zining ta'minot zanjirini yaqindan tekshirib, Amerika savdo va iste'mol sohasiga ular setib olgan mahsulotning bexatar ekanligi va axloqiy o'lchamga to'shadiganligi, uning har qanday majburiy emgakda ishlab chiqarilmaganligiga kapolatli qilishi intayin muhim deb ta'kidlagan. Xitoy Uyg'urlarni jazo lageridan Xitoyning boshqa joylariga planliq yo'tkamoqda. Hong Kongda chiqadigan ingliz tilidagi Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazeti 3-may kuni xabar berib, Xitoyning Uyg'urlarni Sharqi Turkistondagi atalmish qayta tarbiyalash lagerlaridan ishga o'rinlashtirish nomida Xitoyning boshqa joylariga yo'tkashni planlaganligini bildirdi. Xabarda ta'kidlanishicha, bu planda har qaysi o'lkalarga son tushirib berilgan bo'lib, bu plan o'tgan yili tamomlangan bo'lsa-mu, lekin Xitoy virusi yuqumi sababli kashiliga uchragan ekan. Xabarda bu planning kechikishi Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda yig'ib olish lagerlarini ishlatishini oqlashiga qarata tahdid paydo qilganligi ta'kidlangan. Xabarda qayd qilinishicha, navbatda Xitoy virusi yuqumi kontrol qilinib, Xitoy rejimining Uyg'ur ishlamchilarini yo'tkash plani asliga kelgan. Xabarda uchur bilan ta'minlovchi birining so'zi naql keltirilgan bo'lib, u garchi kasallik iqtisod va emgak bozoriga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy doiralari mazkur planni davomli ijro qilishni qaror qildi. Ular bu plan atalmish Xinjiangdagi qayta tarbiyalashni markaz qilgan siyosatning muvaffaqiyatini namoyon qildi deb qaraydi degan. Xabarda ta'kidlanishicha, mazkur plandagi Xitoydagi 19 o'lka va shaharga son tushirib berilgan. Xabarda Xinjiangga 50 ming, Guangdongdagi Shaoguan shahriga 30 mingdan 50 minggacha, Fujian o'lkasiga 10 minglagan son tushirib berilganligi, ularning bu Uyg'urlarni bosqichlarga bo'lib o'rinlashtirishi talab qilinganligi. Bu yil 3-oyda Anxuy o'lkasiga 1560 nafar Uyg'ur ishlamchining o'rinlashtirilganligi bildirilgan. Xabarda yana mazkur uchur bilan ta'minlovchining atalmish Xinjiangdagi ishsizlik masalasi har qanday badalga qaramay, hatto yuqumga qaramay hal qilinishi kerak deganligi ta'kidlangan. Mike Pompeo virusning Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligiga oid g'oyat zo'r dalillar bor dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan tarqalganligiga oid g'oyat zo'r dalillarning borligini bildirdi. U prezident Trumpdan keyin Xitoy virusining Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligiga oid dalillarning borligini ta'kidlagan ikkinchi bir yuqori darajalik Amerika hukumat amaldoridir. Prezident Trump o'tgan payshanba kuni virusning Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligiga oid qanoat qilarlik dalillarni ko'rganligini bildirgan edi. Mike Pompeo 2-may kuni Amerikadagi ABC televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: "Men sizga shuni ayta olamanki, buning Wuhandagi tajribaxonadan kelganligiga oid yetarli darajada dalillar bor. Bu bizning tunji qatim Xitoy tajribaxonasining xatoligi sababli dunyoga yuqum tarqalib ketish masalasiga duch kelishimiz emas." Trump bilan Pompeoning bu so'zlarini xalqaroda Xitoyning mazkur virus yuqumidagi javobgarligini surishtirish talabi kuchayayotgan mazgilda qilishi diqqat qo'zg'adi. Lekin Xitoy rejimi Amerikaning Wuhan tajribaxonasiga qarata tekshirish elib berish talabini izchil rad qilib keldi. Prezident Trump 2-may kuni agar Xitoy birinchi bosqichlik Amerika-Xitoy savdo kelishimida bergan $200 milliard Amerika mahsulotini setib olish va'dasini ijro qilmasa, o'zining mazkur kelishimni bekor qilganligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, Xi Jinping bu kelishimni Washingtonning Xitoy mahsulotlariga tamojni beji qo'yishi sababli qabul qilgan ekan. Prezident Trump o'tgan hafta Oqsaroydagi axborot yig'inida Xitoy mahsulotlariga tamojni beji qo'yish mumkinligini ogohlantirgan edi. Xitoyning jazo lageridagi Uyg'ur ziyolilar tizimligidagi Gulgina lagerdan qo'yib berilgan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Malayziya Texnologiya universitetida magistrlik o'qishini yangi bitirgan Gulgina Tashmuhammad 2017-yil 26-dekabr Malayziyaning Kuala Lumpur shahridan G'uljidagi uyiga ta'til qilish uchun qaytgan. Asli u shu yili fevralgacha Malayziyaga qaytib kelib,
2018 yılı doktorluk o'qishini boshlashi kerak edi. Baxtga qarshi Gulginaning yurtiga qaytishi dal Xitoy rejimining Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilayotgan, bo'libmi chet ellarga chiqib qaytib kelganlar nuqtaliq tarbiyalash lagerlariga elib ketilayotgan mezgillarga to'g'ri kelgan edi. Uning ustiga Malayziya Xitoyning berib kelgan Uyg'urlar chuqum tekshiriladigan musulmon ellari va O'rta Sharq davlatlari qatoridagi sezgur davlatlar tizimiga kirgizilgan edi. Gulgina ana shu qaytishda tutilib lagerga solingan edi. Aradan 2,5 yil o'tganda Gulgina Toshmuhammadning hozir Germaniyaning Myunxen shahrida yashayotgan hadisi Gulzira xonim 1-may Facebook xos betida singlisining qo'yib berilganlik xush xabarni jakarladi. Gulziraning bildirishiga qaraganda u shu kuni noma'lum telefon nomeridan telefon topshirib olgan bo'lib, u singlisi Gulgina va oilasi bilan telefonda so'zlashgan, ham video orqali yuz ko'rishgan. Gulgina o'zining qachon qo'yib berilganligini aytmagan bo'lsa-mu, ammo hozir ma'lum o'qitish markazida ingliz tili o'qituvchi bo'lib ishlayotganligini bildirgan. Singlisining o'lik yoki tirikligidan xabar ololmagan Gulzira oxiri singlisining lagerga elib ketilganligini bilgandan keyin buni Erkin Osiyo radiosi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga oshkorlagan edi. Gulziraning Myunxenda turib Germaniyaning va boshqa xalqaro gazet, jurnal, radio va televiziyalarning ziyoratini qabul qilib, singlisi Gulginaning baxtsiz qismatini anglatishi xalqaroda kuchlik inkos qo'zg'agan edi. Gulginaning lagerga solinishi Xitoyning millionlarcha begunoh Uyg'urning qonunsiz holda jazo lagerlariga solinganligini, hatto begunoh o'quvchilarning faqat chet elda o'qiganligi uchun lagerlarga elib ketilayotganligini yo'ritgan vakillik voqealarining biri bo'lib qolgan edi. Gerçi Gulzira Gulginaning hayot ekanligidan, lagerdan qo'yib berilganligidan xabar topib intayin hayajonlangan bo'lsa-mu, ammo singlisi Gulgina va oilasidagilarning yanada qo'rqish va tashvish ichida ekanligini sezgan. Shunga u yanada ularning bexatarligidan andisha qilmoqda ekan. Gulzira xonim singlisining erkinlikka chiqqanligi haqida Facebook uchuriga inkos qaytargan Uyg'urlarning ko'pinchisi uningdan singlisining lagerdan qo'yib berilishi bilan o'z faoliyatlarini to'xtatmaydiganligini so'ragan. Gulgina garchi bu vaqtdagi inkoslarga Facebook betida bevosita javob bermagan bo'lsa-mu, ammo Erkin Osiyo radiosining bu vaqtda so'ragan savoliga keskin javob bergan. Gulgina so'zida Xitoy rejimining lager siyosati mening erkin dunyodagi hayotimga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Ruhiy va salomatlik jihati 2,5 yil jarayonida zo'r azob tortdim. Hatto o'liblik kasdan bo'lmamdi deb o'ylagan chaqlarim bor. Qaysarlik bilan, umidvorlik bilan yashagan bo'lsam-mu, ichimdan tugishib ketdim. Hozir singlimning lagerdan chiqqanligi xabarini anglagan bo'lsam-mu, unchalik xush bo'lib ketolmadim. Uni haqiqiy erkin deb his qilmayman. Singlimga o'xshash yana nurg'un Uyg'ur hadi singillarim Xitoyning lager va turmalarida qiynalyotdi. Xitoyga majburiy yotliq qilinyotdi. Men 3 milliondan ortiq Uyg'ur qarindoshlarim haqiqiy erkinlikka erishmaguncha bu yo'limdan hargiz yonmayman. Uyg'ur kuzatuvchilarining inkoslariga qaraganda Xitoy rejimi yaqindan buyon xalqaro matbuotlarning o'ziga qarshi ovozni pasaytirish uchun Gulziraga o'xshash matbuotlarda bakrak inkos qo'zg'agan oz bir qism aktivlarning vatandagi urug' tuqqanlarini vaqtincha qo'yib berish orqali ularga yumshoq taktikalar bilan besim ishlatishga boshlaganligini, faqat oilasi uchun ovoz chiqargan ba'zi Uyg'urlar ichida Xitoyning oilasiga qaytadan ziyonkashlik qilishidan andisha qilib, o'z faoliyatlarini to'xtatganlarmi bor ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.